7 oy oldin o'zimga o'zim Koreya kosmetikasi magazinini ochaman deb va'da berib ketgandim. O'sha maqsadimga erishish uchun faqatgina 4 oy qoldi. Nimaga 11 oy deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Chunki o'rtog'im 12 oyda o'zini magazinini ochdi oilasi bilan. Shuni ko'rib man 11 oyda ocholsam kerak deb o'ylagan edim. Sal g'alati fikrlayotgan bo'lishim mumkin, lekin o'sha payti, shu qaror qabul qilganim juda ham ko'p ishlashga turtki bo'ldi va hozirda onlayn Donaga va Optimga sotaman Koreya kosmetika mahsulotlarini. Endi esa ishni kattaroq qilish uchun O'zbekistondan magazin ochmoqchiman. Agarda sizga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, 4 oylik protsessni boshidan oxirigacha ko'rsatib ketaman. Ko'pincha ko'radigan bo'lsam, internetda biznesim bor yoki biznes qilaman deydigan odamlarni ko'pi aldaydigan yoki trading bo'yicha kurs sotadigan qanaqadir skamerlar bo'ladi. Bunaqa videolar olmaslikni xohlaganligim uchun hozirda haqiqiy biznes qanaqa bo'lishi, qanaqa protsessdan o'tilishi va qanchalik qiyin bo'lishini ko'rsatib bermoqchiman. Agarda sizlarga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu akkauntga podpiska tashlab qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.